Assalomu do'stlar, sizlar bilan Minecraft obunachi va bugungi videomizda biz Minecraft'dagi men mana shu yerda 15 ga yashab qolishga harakat qilaman. Agar siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Demak, do'stlar, Minecraft bizni mana bu yerda qor va normalniy biyomda o'rtasida spawn qilibdi. Bu yerda g'orchayim bor ekan. Hozir shu g'orchaga ham kirib ko'ramiz. Unda oldin esa o'zimizga boshlang'ich primitivlarni yasab olishimiz kerak. Mana do'stlar, o'zimga kirka yasab oldim. Mana endi tosh qo'shni boshlaymiz. Borib tosh olib kelsam, do'stlar, normalniy bo'laydi. Mana bunacha men tosh qo'sh uchun boryapman. Bu yerda men temir topaman degan umiddaman. Mayli. Demak, tosh qo'shni boshlaymiz. Mayli. 8 ta kerak, 16 ta kerak. Menimcha. Do'stlar, darji bizdan qorimiz ham chiqyapti. Obunachi, mana shu videoga kenarda bir 20 ta like yoki 30 ta obunachi olib kelib bersalaring, keyingi ikkinchi qismida do'stlar ukam bilan olaman. Просто sizlar yig'ib bersalaring bo'ldi, obunachilar. Bo'ldi, 20 ta olib ketadi. Endi esa men o'zimga topor, kirka va bitta qilib olsam chotki bo'ladi. Bo'ldi. Hamma gapim tushunarli bo'lsa, iltimos ana shu ishlarni qilinglar do'stlar. Axir obunachi, bunchagina ishga hattoki 1 soniya vaqtlaring ketmaydi-ku, obunachi, 1 soniya ham. Demak, 1 soniya emas, 1 daqiqa vaqtlaring ketmaydi do'stlar. Video pastga tushib obuna va like tugmasini video bosib qo'yinglar. Biz tezroq 1 k bo'laylik. Hozirda men kanalimda 200 dan ko'p obunachim bor. Do'stlar, iltimos sizlarga. Ben kömür topdim. Normalniy kömür. Yoqilg'i sifatida foydali. Biz o'zimizga bilan ketayotgan kömür olib ketar. Bo'ldi. Hech aytmaydi. Gross bo'ldi. Qancha yetadi? Nimamiz so'z demaydi. Bu bitta qancha bor ekan, shu yerga kiramiz. Har holda bizga temir kerak. Bunacha temir. Temir yo'q ekan, temir. Men hozircha temir ko'rmayapman men. Temir ko'rmayapman hozircha. Kanalimga o'tib ko'rsalaring do'stlar, men kanalimda boyagi Mimi Mirada qanday qilib boyagi sharhda va end portal topgan videosini joylaganman do'stlar. O'tib tomosha qilsanglar bo'ladi. Bitta chiqish kerak. Bu yerdan chiqish kerak do'stlar. Chunki ko'rib turibsizlar, menda ovqat yo'q. Shu joydan betdan chiqamiz. Do'stlar, mana bizning birinchi tabakamiz keldi. Yuqoridan keldi tabaka. Do'stlar, afsuski yerda temir yo'q ekan. Shuning uchun prostak hozircha o'zimizga uy qurishimiz kerak. Demak, do'stlar, biz o'zimizga bitta uy qurib olishimiz kerak. Usta mana bu yerda bet bor ekan. Kongressiyalar bor ekan. Nimalar borligini ko'rish kerak. Temir bo'lsa lekin yaxshi bo'ladi shu yerda. Afsuski temir yo'q. Lekin tabaka yuribdi. Hey do'stlar. Kim biladi, tayga biyomi, tayga do'stlar. Da haqqi Minecraft, ya'ni bu hozir haqqi Minecraft bo'lmaganligi uchun men sizlarga aytib qo'yibman. Ya'ni ko'plar mana shu Minecraftda biyomlar farqiga bormaydi do'stlar, ko'plarda. Shuning uchun aytib qo'yibman do'stlar. Iltimos kanalga like bosib, videoga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mana shu yerda 5 ga yasashim kerak bo'lsa bo'lmaydi. İlkten bergi.
betga. Mashina qo'ysak bo'ldi do'stlar. Hop, mana obunachi biz qorimizdan ham to'yib oldik. Mana endi normal biyom tomonga yo'l olamiz. Adashmasam o'sha tomonda daraxtlar bor, lekin men yoqda yo'qotib qo'ydim endi. Qanday baxtsizlik. Ko'mir olib ketishimiz kerak lekin hozir mana shu yerda birinchi garajga qo'yibmiz normalni. Lekin bizga ko'proq temir kerak edi. Temir chiqsa yaxshi bo'lishyapti. Faqat bu yerda normal biyomda o'tlarni ko'ryapman, nimachasi. Desam adashibman desam, narigi betda menimcha yo'q. Menimcha o'sha betda do'stlar, normal biyomimiz. Qani endi. Ana shu chiqqan qaranglar, chiqib olgan joyini. Hey. Rahmat, endi tushamaysan-ku yerdan. Ana bizni birinchi qo'yam chiqdi. Mana ikkita ekan. Uchta bo'lganda zo'r bo'lardi do'stlar. Yo, uchta ekan. Bu yoqqa qo'yuvchi. Masalan, do'stlar, quyon bor ekan, lekin quyon urolamanmi yo'qmi men hali bilmayman. Bilmayman do'stlar. Bu bolasi. Bizga bolasi emas. Katta quyon do'st kerak. Do'stlar, aski hammasi bolasi ekan, shuning uchun bu yerda sekinga quyon qilamiz. Lekin normal biyom qayerda qoldi lekin. Ve tayga bo'lsa demak, bu to'g'ri orqasini ekan normal biyom. Xo'sh, menimcha mana shu tog'ning orqasida, lekin men bu tog'ning orqasiga qanday qilib chiqaman deyatdim. Obbo, bitta sakralmam shu uchun. Nima bo'lsa, hozircha tagiga qarab ketamiz. Skeleton. Hop, skeletlarda ovoz eshitilyapti do'stlar. Xo'sh. Do'stlar, lekin qorli biyomda uncha narsa bo'lmaydi. Yerda ham to'g'ri bor ekan do'stlar, o'sha g'orga ham kirib ko'ramiz hozir. Agar nima qilib temir chiqsa yaxshi bo'ladi shu yerda. Ya tupik do'stlar, tupik. Boshqa yo'ldan ketishimizga to'g'ri keladi. Do'stlar, kecham tushyapti. Men buni kattakan g'or desam, nima deyish kerak ekan-ku bir? Mana ovozga e'tibor bermasa, orqa fonda chunki boyagi ukam televizor ko'ryapti, shuning uchun shunaqangi ovozlar kelyapti. Obbo, menga problema kerak emas lekin. No, do'stlar, men urisha olaman. Endi problema kerak emas, baribir. Shuning uchun obunachilar, sizlarga bitta gap aytishim kerak. Men даже bir kundan nima qilaman? Har bir videoyim bir kundan bo'ladi va bugunga menimcha shu yetarli deb o'ylayman. Barchaga rahmat obunachilar. Meni tomosha shu yergacha videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, barchangizga rahmat obunachilar. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Chunki men keyingi ikkinchi qismni ukam bilan olaman. Kanalda aytishku, agar siz men aytgan shartlarni bajarsangiz, men albatta ukam bilan keyingi qismda olaman. Sizlardan ko'p narsa so'ramayapman, shunchaki 20 ta like va 30 ta obunachi so'rayapman do'stlar. Kanalda barchaga xayr do'stlar. Yaxshi qo'yinglar. Sog' salomat va charchamay yuringlar.